Sirdaryo viloyati Guliston tumani Alisher Navoiy mahallasi hududida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Sanoat qurilish banki bilan hamkorlikda yangi agrar loyiha amalga oshirilgan. Ushbu loyiha doirasida 137-konturda joylashgan 10,7 gektar yer maydoni 21 nafar fuqaroga teng taqsimlangan. Loyihada asosiy e'tibor lazer navli sholini ekishga qaratildi. Shu kunga qadar 2025-yil 13-iyun holatiga ko'ra ekin maydonlarimiz yaxshi rivojlanmoqda va agrotexnik talablarga to'liq amal qilinmoqda. Yuqori samaradorlikka erishish maqsadida sug'orish, o'g'itlash va zararkunandalarga qarshi kurashish kabi barcha zarur agrotexnik tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda.